Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, Ersax kompaniyasini hamkorlari va bo'lajak hamkorlar. Sizlar uchun Ersax Turk kompaniyasini O'zbekistondagi marketing plani bilan tanishtiramiz. Kompaniyamiz quyosh sistemasida ishlaydi. Quyosh sistemasida ishlaydigan tarmoqli marketingi halol hisoblanadi. Va bizda 1 ball O'zbekiston so'mida 221.760 so'mga to'g'ri keladi. Siz bu kompaniyaga bepulga a'zo bo'lasiz va eng kami 2 ballik xarid bilan siz kompaniyada aktivnostingizni, faolligingizni yoqishingiz mumkin. 2 ballik xaridingiz kamida 443.520 so'm bo'ladi. Va kompaniya tomonidan har 15 kunda 5 ta sovg'a qo'yiladi va shu 5 ta sovg'adan 2 ballik xarid qilganingizda bitta sovg'ani tanlab olasiz va 4 ballik xarid qilishingiz mumkin. 4 ballik xaridingizda 887.040 so'm bo'ladi kamida va siz shu 5 ta sovg'adan 3 ta sovg'ani tanlab olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va bizda kompaniyamizda sovg'alar cheksiz, ya'ni har bitta xaridingizda kompaniya tomonidan sovg'a olishingiz mumkin, ya'ni hadya. Bunda siz har 2 ballingizga bitta, har 4 ballingizga 3 ta sovg'a olasiz. Agarda siz 6 ballik xarid qilsangiz 3 plus 1 4 ta. Agar 8 ballik xarid qilsangiz siz 3 va yana 3 6 ta sovg'a olasiz. Agarda 10 ballik xarid qilsangiz siz 7 ta sovg'a egasiga aylanasiz va bizda bir oyda 2 marta yana kompaniya tomonidan ehson kunimiz bor, yana hadyalarni beradi. Birinchi 15 kunlikda siz 4 ballik xarid qilganingizda 3 ta sovg'a beradi va hadya kuniga to'g'ri kelsangiz bitta. Ikkinchi 15 kunlikda 4 ballik xaridingizda 3 ta va yana 2 ta 5 ta sovg'aga ega bo'lishingiz mumkin. Va kompaniyamizda yangi kelgan hamkorlar bor. Yangi kelgan hamkor hadya bo'lmagan kuni ham kelsa, o'ziga 5 ballik xarid qilsa, bu 1.108.800 so'm bo'ladi va siz shu 5 ta sovg'adan 3 ta olasiz va yangi hamkorlar uchun 4 ta sovg'a qo'yadi kompaniya. Shu 4 ta sovg'adan yana 2 tasini tanlab olasiz. Shuni yana aytib o'tishim kerakki, kompaniyani mahsulotlari, har bitta mahsulotlari inson sog'lig'i uchun foydali va kerakli. Sovg'alar ham eng kerakli va qimmatbaho sovg'alarni qo'yadi kompaniya. Endi biz 10 ballik xarid qilsak, bu bizda 2.217.600 so'm bo'ladi. Va 10 ballik xaridda biz 7 ta sovg'a olamiz. Agar yangi hamkor bo'lsa, mana 4 tadan 2 tani olib 9 ta olamiz va ehson kunlarida ham 10 ballingizga yoki 8 ta yoki 9 ta hadyalar bilan birga siz mahsulotni xarid qilasiz. Endi bu o'zi uchun oluvchi xaridorlar uchun, lekin bizani kompaniyamizda biznes yo'li bor, ya'ni pul topish yo'li. Bunda siz nima qilishingiz kerak? Komanda tuzishingiz kerak. Ya'ni o'zingizga o'xshagan doimiy xaridorlarni kompaniyaga jalb qilib, ularni ro'yxatdan o'tkazib, ularga onlayn magazinimizdan xarid qilishni o'rgatishingiz kerak. Va shunda siz 2 balldan to 10 ballgacha qilsangiz, siz faqatgina kompaniyani 20% chegirmasidan va sovg'alardan foydalanuvchi hamkori bo'lasiz. Agarda sizda 10 balldan oshsa, to 30 ballgacha kompaniya sizga 20% chegirmaga yana 10% chegirma qo'shib beradi. Siz endi 20 emas, 30% chegirmada mahsulotni olasiz. 31 balldan 60 ballgacha bo'lsa, ya'ni sizni komandaviy ballingiz, xohlang o'zingiz qiling, xohlang komanda bilan qilsangiz, 31 dan oshishi bilan kompaniya sizga 20% chegirmaga yana 15% chegirma qo'shib beradi. Va 61 dan oshishi bilan siz kompaniyada 21% menejerga aylanasiz va unda sizga kompaniya 20 plus 21 41% chegirmada mahsulotlarni xarid qilasiz, yonida sovg'asi bilan birga. 121 dan oshishi bilan xohlang o'zingiz qiling, xohlasangiz komanda bilan birga qilasiz va sizga kompaniya 20% ga 27% chegirma qo'shib beradi. Endi siz 20% emas, 47% chegirmaga ega bo'lgan menejer bo'lasiz va har xaridingizda skidka va sovg'alar bilan xarid qilasiz. 201 ballda bizda kompaniyamizda lider urovini
liderga chiqqanda hech qachon bizda tushib ketish yo'q. Lider bo'ldingizmi, bir umr siz 20+33 53% chegirmali menejerga, ya'ni liderga aylandingiz va siz har xaridingizda kompaniyadan katalog narxidan 53% chegirmada tovarni olasiz, yonida sovg'alari bilan birga. Yana bitta narsani aytib o'taman. Lider bo'lishingiz uchun kompaniya sizga 2 oylik ballingizni qo'shib beradi. Ko'p kompaniyalarda siz 1 oyda qilishingiz kerak. Liderlik balli, misol uchun 201 ballmi, siz 1 oyda qilishingiz kerak. Lekin Ersax kompaniyasi liderlarga imkoniyat beradi. Misol uchun hozir bizda aprel oyi, aprelda aytaylik siz komandangiz bilan 50 ball qildingiz, mart oyida 151 ball qilsangiz, qo'shadida sizni lider uroveniga chiqarib qo'yadi. Agarda siz martda 50 ball qilib, aprelda 50 ball qilib, may bo'ladi, may keladi apreldan keyin. Agarda siz 100 ball qilsangiz, 150 ball bo'ldi, lider uroveniga chiqa olmadingiz, lekin 27% ga chiqasiz. Aprel kuyadida, may ekani iyunga qo'shib beradi. Bunaqa imkoniyat boshqa kompaniyalarda yo'q. Ya'ni lider uroveniga 2 oy nakopitelniy qilishi. Endi bizda pul qanaqa chiqadi? Qanaqa? Misol uchun siz 10% dasiz va yangi hamkor olib keldingiz. Yangi hamkor 10 balli xarid qildi. 10 balli. 10 balli xaridni 2.217.600 so'mga ovatdi mahsulot. Yonida 9 ta sovg'asi bilan uni xarididan sizga 10% daromad chiqadi. Bu degani 10 balli hamkoringizdan 198.000 pul chiqadi va 15% ga chiqqaningizda 10 balli hamkoringizdan 297.000 chiqadi. 21% ga chiqqaningizda 10 balli hamkoringizdan 415.800 so'm pul chiqadi va 27% daligingizda har bir 10 balli hamkoringizdan 534.600 so'm pul chiqadi. Va lider darajasiga chiqqaningizda siz bitta insonni taklif qilib, u inson 10 balli xarid qilganida sizga kamida 653.400 so'm xarid puli chiqadi. Taklif puli. Va bizda aktivnost ballarimiz bor. Siz shu kompaniyada ishlaganingizdan keyin siz daromad olishingiz uchun siz kompaniyaga o'zingizni aktivligingizni ko'rsatib berishingiz kerak. Ya'ni faolligingizni kompaniya qatdan biladi. Yoki siz kompaniyaga yangi hamkor taklif qilasiz, yoki bo'lmasam o'zingizga xarid qilasiz. Endi 10 balli hamkor aktiv bo'lish uchun, faol bo'lish uchun, daromadini olish uchun 1 balli xarid qiladi. 1 balli endi u 221 mingga emas, balki shu 221 minglik mahsulotni yana 10% skidkaga 200 mingga ovatdi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam bitta yangi hamkor olib keladi, novichok. Yangi hamkor 2 balli xarid qiladimi, 10 ballimi, 20 balli xarid qiladimi, u 2 ball aktivnost beradi. Aktivnost. Shuning uchun sizni faolligingizni bilish uchun yoki kompaniyaga yangi hamkor taklif qilasiz yoki qayta xarid qilasiz. Bunda 15% daligingizda 2 ball yoki bitta yangi hamkor, 21% daligingizda 3 ball yoki ikkita yangi hamkor va 27% daligingizda 4 ball yoki ikkita hamkor va lider urovenida 5 ball va yoki bo'lmasam 3 ta yangi hamkor taklif qilasiz va sizga kompaniya tomonidan chiqqan bonusni olasiz. Kompaniyamizning marketing planining birinchi qismi shundan iborat.